bular har doim mana nolvoy pozitsiyasiga kelish uchun har doim to'g'ri holatda turishi kerak, bo'lmasa dasturlar отказ berishi mumkin. Nolvoy pozitsiyasiga olib kelib oldim, kamera har joyini ko'rish uchun. Endi misol uchun mana oqdan bitta zakaz qilamiz. Mana bu yerda ekrani bor. Buni onlayn qilib turib, telefon orqali o'sha web sahifada ham ko'rsatish mumkin. Zakaz qildik, hozir oqdan bittasini olib kelib berdik. Bu oqdan olib bizga to'liq mana omborxonada olib protsesslarni hozir ko'rishingiz mumkin. Qurib kelgan o'shada hozir mana bu yerdan bu yerga ko'chirguncha noto'g'ri ishlar. Nima ketib qolgan bo'lishi mumkin. Noto'g'ri ishlar. Kalibrovka qilib turish kerak. İnson qo'li baribir kerak ekan-da. Albatta.